17 yoshimizdan beri shu gul bilan shug'ullanamiz. Yil 12 oy gullab turadi. Sig'maganmiz, ishonasizmi, gulib ko'payib ketgandan. Ba'zi gullarda faqat urug'idan chiqarsangiz samarali bo'ladi. Mana 3 tasi bittada bu. Azaliya guli mana shunday katta holatda. Bu ko'pchilik golboy yel istaydi-yu bizda. U shart emas. Imенно mana shu gul uyingizda bo'lsa, hovlida ham o'saveradi. Hidi juda ham shirin bo'ladi. Buni gullagan gullari 6 oy davomida turadi. Eng salqin bo'lgan xonalarda boqsa bo'laveradigan gullar. Biznes bo'yicha planlarimiz juda ham ko'p. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. E'tiboringizda tabiatning go'zalligi, mehr va mehnat uyg'unligidan tug'ilgan gulchilik sirlari ko'rsatuvi. Dasturimizning bugungi sonida sizni o'ziga xos mo'jizaviy dunyo, ranglar jilosi, nafis hidlar va tinimsiz mehnat bilan yaratilgan gulzorlar olamiga taklif etamiz. Gul bu shunchaki o'simlik emas. U inson ruhiga taskin beruvchi, kayfiyatni ko'taruvchi, atrof muhitga go'zallik ulashuvchi bebaho ne'matdir. Yurtimizning deyarli barcha hududlarida gul parvarishi qadimdan davom etib kelmoqda. Bugungi kunda gul yetishtirish nafaqat sevimli mashg'ulot, balki barqaror daromad manbai sifatida ham e'tirof etilmoqda. Ko'rsatuvimizni tayyorlash uchun biz Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumaniga yo'l oldik. Mazkur tumanda 15 yildan buyon gulchilik bilan shug'ullanib kelayotgan Aniya Buranovaning issiqxonasi joylashgan. Ushbu issiqxona eshiklari har kuni tashrif buyuruvchilar uchun ochiq bo'lib, bu yerga kelgan mehmonlar gul parvarishi bo'yicha foydali maslahatlar olishi mumkin. Biz suhbatdoshimizdan gulchilik faoliyatini qanday boshlagani, yo'lda duch kelgan qiyinchiliklar va ushbu sohaning muvaffaqiyatlari haqida so'radik. 15 yil bo'lib qoldi. Biz Rossiyada ish yuritardik bu soha bo'yicha. 17 yoshimizdan beri shu gul bilan shug'ullanamiz. O'zbekistonga qaytib kelganimizga o'zi asosan 4 yil bo'ldi, lekin imенно Qo'rg'ontepadan joy olib boshlaganimizga endi 1 yil bo'ladi. Hali 1 yil bo'lmadik. Bu joyimizni ochganimizga. Viloyatimiz hokimi, prezidentimiz tashabbusi bilan tuman hokimimiz va Savdo sanoat palatasi ko'proq bizga yordam bergan. Nimagaki biz Qo'rg'ontepa tumanida emas, biz chegara zonasida yashardik. U joyda lokatsiyamiz yaxshi emas edi. Shuning uchun prezidentimiz shu gulchilarni qo'llab-quvvatlash degandan keyin, viloyat hokimimiz prikaz bergandan keyin Savdo sanoat palatasi topib, tuman hokimimiz yordam berib mana shu joyda oldik. Yanvar oyida ishga tushirdik mana shu joyimizni. Xuddi mana shunday holatda qilib ishga tushirdik. Hozir bizda bu joyimiz 1 gektarlik joy. 1 gektar joyda hozir 12 sotikda tiklisamiz, issiqxonamiz bor, gulxonamiz bor. Ko'proq xona gullari bilan shug'ullanamiz. 14 yoshimizda dadam o'tib qolganmiz. Onam yolg'iz ayol, 4 ta farzandni katta qilgan. 17 yoshga kirganman, pasportni olib, onamni ukalari Rossiyada ishlab, shu yoqqa ketib qolganman. O'zi aslida gul bilan shug'ullanish uchun emas, daromad topish uchun borganman. U joyga borib ishlab yurib, xo'jayinim ham o'sha yerda edi. U ham ashamakini nimalari, bolalari bilan edi. Keyin o'sha gul borganimda xona gullari kam edi. Meni buvam ham ko'proq gul bilan shug'ullangan ayol edi. Keyin gullarni bir-ikki o'zim xohlagan usul bilan ko'paytirib turib qarasam, u o'sha natija yaxshi bo'lyapti. Hamma gulni o'zim tilini bilaman. Hozir ham misol uchun kim qanaqa gul olsa ham birinchi men o'zim olib ko'ramanda, uni tajribadan o'tkazib ko'rib turib, keyin manaqa gulni havoni yaxshi ko'rar ekan, mana bo'lar ekan, shunaqa qilinglar deb tavsiya qilaman. O'sha joyda ham 17 yoshimda borib, asosan daromad topish uchun borganmiz. Ya'ni uylarimizni yaxshiroq qilib, shunaqa qilamiz deb turib, onamga yordam bo'ladi degan maqsadda borganmiz. Bu gulni o'rganib, mana shunaqa qilib o'sha boshlaganmiz. Endi men asosan birinchi gul boqishni o'rganganim bu limon bo'lgan. Ya'ni hozir ham limonni payvand qilmasdan prosta shoxidan ko'paytirib meva soladigan qila olamiz. Aniya Buranovaning aytishicha, u gulchilik faoliyatini Rossiya Federatsiyasida yashagan vaqtida boshlagan. U yerda iqlim 6 oy sovuq bo'lishiga qaramay, gul yetishtirish bilan shug'ullangan. Bizning yurtimizda esa atigi 3 oy sovuq bo'lishini inobatga olsak, gul biznesini boshlash ancha qulay va samarali ekani yaqqol ko'rinadi. Suhbatdoshimiz gulchilikni boshlash uchun avvalo to'g'ri joy tanlash, issiqxona sharoitini yaratish va gullarning o'sishi uchun zarur bo'lgan haroratni nazorat qilish muhimligini ta'kidladi. O'zbekistonda gul biznesini boshlamoqchi bo'lgan qizlar juda ham ko'p telefon qiladi. Asosan uy bekalari, pensiya yoshidaglar, pensiyaga chiqqanlar ko'proq telefon qilib so'raydi. Endi birinchi o'rinda gul biznesini boshlayman degan inson uchun issiqxona. O'zim uyimda bitta xonamda qilsam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bitta xonada o'sha kislorod ham o'zi kam bo'ladi, havo aylanishi yaxshi bo'lmaydi, shuni hisobiga u yaxshi bo'lmaydi.
birinchi hech yo'qda 1 sotik. Biz ham uyimizda O'zbekistonga qaytib kelganimizda xo'jayinim uyga 3 sotiklik teplitsa qilib kelgan. Sig'maganmiz, ishonasizmi, guli ko'payib ketgandan. Shu joyga biz 3 yil ichida umuman sig'maganmiz. Har bitta gulni chet eldan bittadan olib kelganmiz bo'lmasam. Shuni hammasini ko'paytirib 3 yil ichida o'sha joyga sig'may qo'yganmiz. Хотя бы 1 sotiklik bo'lsa ham uyga teplitsa qilsa, issiqxona isitish tizimi bilan qilsa, biznesini ko'ngil bilan boshlasa bo'laveradi. Agarda yozda qilaman, qishda bo'lmay turadi deydigan bo'lsa, unda bo'lmaydi. Gul bilan shug'ullandim, muntazam shug'ullanish kerak oxirigacha. Gullarni parvarish qilayotganda issiqxona harorati muvozanatda bo'lishi juda muhim. Juda issiq yoki juda sovuq muhit gullarning o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun Anya Buranova issiqxonasida haroratni doimiy nazorat qilib boradi. Kun-u tun shamollatish va namlik balansi to'g'ri saqlanishiga alohida e'tibor beradi. Yozda bizda tashqarimiz misol uchun 40 gradus 38 ga chiqib ketyapti, to'g'rimi? Shunda o'zim aytganimdek, sovutish tizimini qilish kerak. Agar sovutish tizimi yo'q bo'lsa, ikki yonni ochadigan qilish kerak. Havo aylanib sirkulyatsiya bo'lishi kerak. Shunda gullar o'zini yaxshi his qiladi. Ustiga manaqa ukruvnoy bo'ladi и setka bo'ladi. Shuni 90% yopamiz biz. Salqin qilish uchun. Qishda unaqa narsalar olinib tashlanadi. Shunda ham bizda quyoshimiz yaxshi-yu O'zbekistonda. Mana bu bir qatorligimizni olmaymiz, quyosh urib qo'ymasligi uchun gullarni. Isitish tizimini bo'lsa, iloji boricha otopleniya qilsa, qishda gul o'stiraman, ko'paytiraman deydigan bo'lsa, 20 gradus ushlash kerak, 22 gradus. Agarda yo'q, mana bunaqa katta gullarimni просто saqlab turgani bo'lsa, 18 gradus ushlasa bo'laveradi. O'simliklar bilan shug'ullanishda gulning xarakterini, ya'ni uni qanday sharoitda yaxshi o'sishini, qaysi tuproqni yoqtirishini, qaysi navlar mahalliy iqlimga mosligini chuqur o'rganish zarur. Suhbatdoshimizning aytishicha, issiqxonaga yangi gul navi olib kelganda u avvalo o'simlikni kuzatadi. Bizning iqlimga tez moslasha oladigan navlarni ko'paytirib, keyin sotuvga chiqaradi. Bu gulimiz hozir kameliya gulimiz, bu suvni juda ham yaxshi ko'radi. 70% suv desak ham bo'ladi. Agarda suvni muntazam quyib turadigan bo'lsak, mana shu g'unchalar hammasi ochiladi. Yil 12 oy gullab turadi. O'rtada yozda ozgina dam oladi. Shunda ham sразу o'sha g'unchalab gullashni boshlayveradi. Biz buni o'zimiz ispitaniya qilib ko'rganmiz. Ikkitasini qo'yib olib, bittasiga har kun suv qo'yardik, bittasiga 3 kunda bir qo'yardik. 3 kunda bir qo'yganimiz butonlar, g'unchalari qorayib tashaveradi. Bo'lsa, qancha suv qo'ygan sari mana buton yetishib gullaveradi. Keyin olgandan keyin albatta o'zini paketini yirtib ekish kerak, turpani qoqib yubormasligi kerak. Nimagaki, u o'zini atrofidagi xomini qoqib yuborib yuvib ekkanlar bor, ularda kameliyasi gul bo'lmaydi. O'zini radnoy turpog'i baribir radnoy, kisloy tortni ko'proq yaxshi ko'radi. Quyoshga qo'ymasdan, salqin joyga qo'yib boqib, hovliga eksa ham hovlida ham gullaveradi. Hozir imina mana shunaqa havoda hovlida ham gullaveradi. Anomal sovuq bo'lib kelsa o'rab qo'yish kerak bo'ladi. Xonaki gullarni ko'chirib ekish va ko'paytirish ko'plab opa-singillarimiz uchun juda qiziq mavzu. Ko'rsatuvimiz davomida biz sizga gullarni qachon ko'chirib ekish kerakligi, tuproq aralashmasi qanday bo'lishi, gullarni ko'paytirishning eng sodda va samarali usullari, o'g'itlash va sug'orish me'yorlari haqida amaliy ko'rsatmalar beramiz. Ba'zi gullarda faqat urug'idan chiqarsangiz samarali bo'ladi, qalamchasidan ko'paytira olmaysiz. Misol uchun mana buni deleniya yo'li bilan laboratoriyada yaratsa yaxshi buni. Buni endi yaralib bo'lgan, buni faqat shu bo'lib olish yo'li bilan. Bu gullar yaxshi o'sish uchun, yana ham bolalash uchun buni o'zingiz imенно topib turib universalniy gruntga ekishingiz kerak. Bizda hozir o'zimizda endi juda ham ko'p sharoitda, bizda qishloq vaziyatida огороddagi tuproqda olib ekadi, gul yo o'sib ketmaydi, yo o'lib ketmaydi. Universalniy tortga ekadigan bo'lsa, bular juda ko'p bola beradi. Agarda o'zimizning hovli yerimizga ekib qo'yadigan bo'lsa, 2 ta yo 3 ta bola berishi mumkin. Gul ekayotganda imенно siz qaysi gulni ekyapsiz, u qaysi tortni yaxshi ko'radi, shuni o'rganish kerak. Bizda misol uchun azaliya, kameliya, gortenziya, gardeniya kisloy tortni yaxshi ko'radi. Araukariya, archalar. Agarda boshqa gullar bo'ladigan bo'lsa, hammasi uchun universalniy tort bor. Universalniy tortga hammasini spokойно eksangiz bo'laveradi. Universalniy tortga ekilgandan keyin albatta misol uchun siz gulni bo'ladigan bo'lsangiz, albatta bo'linib bo'lgandan keyin suv qo'yishingiz kerak. Misol uchun Zamyakukus bilan Sansevieria shu o'rinda aytib o'tish kerak. Ular kichkina tuvakni yaxshi ko'rishadi va kam suv ichishadi. Ular
iloji boricha ular parvarish qilmasangiz yaxshi o'sadi. Biz ayollarimiz o'ta ko'p parvarish qiladi, zamiya ko'proq chirib qoladi. U suv ichmaydi umuman hayotda. Hozir bu joyda bizda mujsko, женский shastiyamiz mana 3 tasi bittada bu. Qaranglar, buni suv juda ko'pchilik aytadi, suv ichishi qanaqa bo'ladi, bu boshqa gul deb. Ikkalasi o'rta me'yorda ichaveradi. Hozirda misol uchun mana u chanqaganda, bu ham o'sha chanqagan bilinadi. Shuning uchun ikkalasiga bir xilda suv quysa bo'laveradi. Hozir bizda mana bunaqa umniy tuvaklar bo'lar, mana oshiqcha suv o'zida qoladi. Shuni nam bo'lsa ham bu gul o'zini yaxshi his qilib turaveradi. Shuning uchun qo'rqmasdan bularni hozir ildizidan emas, ko'proq bakidan suv bersak, tagiga suv tushadi. Hozir endi qishda, sovuqda gullarni bakidan suv berishni tavsiya qilmaymiz. Nimagaki qurimay qolsa o'rtadan chirishni boshlaydi. Yonboshdan qo'ygani yaxshi. Hozir bu gulimiz juda ham ko'pchilikka yoqadi. Bu azaliya guli, mana shunday katta holati. Bu azaliya gulimiz qanaqa? O'zbekistonga bu o'zi chet eldan keladi bizga. O'zbekistonga moslashtirib olish uchun namlikni yaxshi ko'radi. Shunda ham suvda har kuni oz-ozdan o'rta me'yorda quyish kerak bo'ladi. Priyama quyosh turadigan joyga qo'ymaymiz. Pechkaga yaqin joyga qo'ymaymiz, aynan qishda. Yozda bo'lsa salqin joyda turaveradi, oddiy o'zimiz gullar qatori. Faqat namlikni yaxshi ko'radi bu gulimiz. Bu endi o'zingiz xohlagan fasonga solsangiz bo'ladi. Eng kichkinasi bu hozir katta bo'layotgan. Undan katta qilib olsangiz ham bo'laveradi. Hozir bu gulimiz Araukaria, ya'ni xona archasi deyiladi. Buni o'zi asli vatani Hindiston. Yuragida muammosi borlar, nafas yo'lida muammosi borlar imенно yotoqxonasiga qo'ysa bo'ladi. Bu 24 soat kislorod chiqaradi, ya'ni insonning sog'lig'iga juda ham foydali bo'ladi. Ko'pchilik galboy yel istaydi-yu bizda, u shart emas. Imенно mana shu gul uyingizda bo'lsa, galboy yel istab yurishingiz shart emas. Buni qanaqa joyda? Buni ham issiq havoni yomon ko'radi, suvni ko'proq yaxshi ko'radi. Olgandan keyin albatta kislotorfga ekish kerak. O'zimizga moslashishi juda ham yaxshi. Buni boqqanlar juda ham ko'p rahmat aytishadi, imенно mana shu gulimiz uchun. Bu gulimiz Phytosporum deyiladi, ya'ni rododendronlar oilasiga kiradi. Hovlida ham o'saveradi. Hidi juda ham shirin bo'ladi. Buni hozirgi paytda olib turib xonasiga qo'yib, gullatib bo'lgandan keyin bahorga chiqib turib yerga ekib qo'ysa ham qishda sovuqdan qo'rqmaydi bu. Bu Antorium gulimiz, ya'ni mujsko shastya deyiladi. Juda ko'pchilik biladi. Erkak baxti deb nomlanadi bizning xalq tilimizda. Bu ham juda ham yaxshi gul. Hovlida o'smaydi, lekin kuzda sotib olsangiz, uyga qo'yib turib, bahorda o'sha salqin joyga qo'yib boqsangiz bo'ladi. Gullagan gullari 6 oy davomida turadi buni. 6 oygacha turaveradi. 6 oydan keyin yana tagidan chiqarib gullaydi. Bu faqat namlikni yaxshi ko'radi. 2 haftada bir iliq suv bilan dush qilish kerak. O'shanda gullaydi bu. Bu hozir aglonomiya diamond sortimiz. Bu aglonomiyaning eng nikapriznisi bo'ladi. Buni ko'paytiraman deydigan bo'lsanglar, mana tuvagida ko'pgina bo'ladi. Bu yonidan bolalaydi. Ya'ni bo'lish yo'li bilan ko'paytirsak bo'ladi. Mana hammasini bo'lish yo'li bilan ko'paytirib. Faqat hozir qish faslida buni ko'paytirib bo'lmaydi. 15-oktyabrda u yog'iga lutchi gulinglar bo'lmasligiga tavsiya beraman. Nimagaki 15-oktyabr u yog' sovuq bo'lgani uchun bo'lingandan keyin zararlangan ildizlari bitib bo'lmaydi. Shuning uchun ko'proq endi fevral oyida bo'lsanglar bo'laveradi gullaringlar, qanaqa gulinglar bo'lsa. Hozir bu gulimiz Calathea medallion deb nomlanadi. Bu Calathealar oilasiga kiradi. Baklari mana shunaqa chiroyli bo'ladi. Bular o'rta me'yorda suv ichadi. Quyoshni asosan yoqtirishmaydi. Eng salqin bo'lgan xonalarda boqsa bo'laveradigan gullar Calathealar oilasiga kiradi bu. Bunimiz o'zi 3 xil rang bo'ladi-yu. Uni Calatheaning oilasi juda ham keng. Ular 100 dan ortiq xili bor. Anya Buranova xorijdan keltirilgan va o'zi ko'paytirayotgan gullarni asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali sotadi. Respublikamizning barcha hududlariga yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ygan. Bu esa xaridorlar sonining ortishiga katta yordam bermoqda. Hozir bu upakovka jarayonimiz biz butun O'zbekistonga tarqatgan uchun barcha viloyatlarga bor. Dastavkalarimiz yetib borguncha urinib qolmasligi uchun ko'proq pochta bilan ishlaymiz, ekspress pochta bilan shunaqa qilib o'ralib chiqiladi har bir gulimiz. Siz ham gul biznesini boshlashni istasangiz, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib, sotuvni yo'lga qo'yishingiz, shuningdek, mahalliy bozorlar orqali ham savdo qilishingiz mumkin. Gul ishqibozlari har joyda bor. Demak, xaridor doim topiladi. Suhbatdoshimiz Anya Buranova turmush o'rtog'i bilan birgalikda sabr, izlanish va tinimsiz mehnat orqali bugungi darajaga erishganini aytib o'tdi. Hali amalga oshirilishi kerak bo'lgan rejalarimiz ko'p deydi u. Endi baribir tizimlashtirish uchun qarang, Rossiyada yurganimizda faqat biz u joyda teplitsani olganmiz va gullarni o'zimiz ko'paytirardik. Misol uchun u teplitsani egasi direktorimiz-da, endi biz baribir kimdir qo'lda ishlaganmiz. Direktorimiz kirardi, qanday ketyapti ishlar, hammasi joyida derdim. Qaysi gulni o'sha sotuvga qo'ysak bo'ladi va narx qanaqa bo'ladi deganda, narxni o'zim chiqarib berardim. Men sotilmaydi desam, ularda haqqi yo'q uni sotib olishga. Gulni hammasini o'zim
yetishtirib o'zim sotardim, o'zim narxini chiqarardim, ularni faqat teplitsasini olgandek edi. Shunga qarab daromadimiz tushaverardi. Lekin hali ham hamma ishimiz joyiga qo'ydik deya olmaymiz. Bizda hali biznes bo'yicha planlarimiz juda ham ko'p. Allohga shukr, shunisiga ham shukr. Hozircha ancha yo'lga soldik desak ham bo'ladi. Shu oxirgi 1 yil ichida ancha yo'lga soldik ishlarimizni. Bir so'z bilan aytganda, gulchilik mehnat qilgan odam uchun ajoyib va foydali biznes yo'nalishi. Biz ham sizga shu sohani sinab ko'rishni tavsiya qilamiz. Qadrli tomoshabinlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.